Aniq aytaman, siz hali bunaqa portel ko'rmagansiz. O'zbekistonda yagona bo'ladi agar inshaalloh sotib olishga ulguradigan bo'lsangiz. Ha, bu oddiy portel deyishingiz mumkin, lekin oddiy bo'lib, oddiy emas. Bunda bor funksiyalar O'zbekistonda yoki chetda ishlab chiqarilayotgan inomarka mashinalarda ham yo'q. Hammasiga oddiy holat deb qarashingiz mumkin, lekin bitta funksiyasi sizni lol qoldiradi. Keling, mashinaga qilingan ishlar 360 kamerasi bor. 360 kamera, titanoviy saka diski ko'rishingiz mumkin. Mana shu diskadan men olib kirib rosa sotdim. Talamash bo'ldi. Oxiri bitta qolganini ham talashib ketishdi. Ayniqsa Buxoro, Samarqand taraflariga ko'p sotdim. Marjonli AMS saka diska bo'ladi. Orqasi ham juda ham chiroyli diska turadi bu mashinada. Hop, keyingisi eng qiziq joylarini ko'rsatib o'tib ketaman. Ilojim boricha tez-tez. Full komplektatsiyasi. Gold, premium gold komplektatsiyasi. Oldi fara o'zgartirilgan bo'ladi. Oppog'iga odatda sariq yonadi bu fara, lekin oqiga o'zgartirilgan, hozir ko'rinmayapti. Oldi dugasi bor. Oq bakovoy, oqqa oq kombinatsiya deb qo'yishadi-yu. Oq bakovoy. Avarinkasi bakovoyda joylashgan bo'ladi. Oddiylarda mana bu joyda joylashgan bo'ladi. Hop, eshigini ochadigan bo'lsak. Mashinamizni 24 ga 3-oy. Mana bu birka mashinani bor narsani bor, yo'q narsani yo'q deb dangalni aytamiz. Mana shu mashina nalichda tayyor turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mashinada bor funksiyalar: cruise control, klimat control, obduf, abagrev, roll abagrev, start stop, avtomat korobka, tiptronik, mexanika ham bo'laveradi. Android monitor, elektronik bokovoy, hop. Ikkitadan mana ko'rishingiz mumkin, pulti bor. Mashinamizda bu yonboshlarda speaker bor, bu yoqlari aquaprint, nikkel, oldi ham aquaprint bo'ladi, bilsanglar. Mana bu 10 yillardan keyin ham bu mashina xizmat qilaveradi. Bir marta aytib borsangiz, yaltillab mana shu holatda o'zini holatini yo'qotmaydi. Hyundai'larda sifatli material ishlatadi deb aytaman. Mana bu joydan bemalol o'zimizga moslab olsak bo'ladi. Sideniyasini chiqarish, orqaga kirgizish, xotirjam moslayverasizlar. Taglari ham top-toza holatda turibdi. Mana buni nima narsa demaysizlarmi? Bu pnevmo podveska yoki havo kompressori deb o'ylayverasizlar. Bu boshqa funksiyalarga oddiy holat deb qarashingiz mumkin, lekin mana bu narsa hamma mashinalarda ham chiqavermaydi. Bilsanglar, Hyundai'lar ko'p bizda O'zbekistonda unchalik suyyormaydi. Telegram kanalimizda ham nimaga Hyundai arzon deb so'rashyapti. Hyundai'larga ko'p yuk bosadigan bo'lsangiz, ходовой sistemasi yumshoq ishlanganini hisobiga pastga bosiladi, pastga tushadi. Shuning uchun Hyundai yukka bo'lmas ekan, yotib olar ekan, uyda gaplar ko'payib ketadi, lekin asli unaqa emas. Ходовой yumshoq ishlangan, oddiy yengil mashinaning o'rnida minib qo'yasiz bu mashinani, lekin bu yerga yotib olishi yoki yukka pastlashisini oldini olingan. Mana bu havoli kompressori joylashtirilgan. Bu orqasida ham bor, oldida ham bor. Hozir men mana shuni ko'tarib sizlarga alohida ko'rsataman. Mana bu kompressori, mana bu ikkita tugmani bosadigan bo'lsangiz, orqa ko'tariladi. Mana bittani o'zi oldini ko'taradi. Mana bu kompressori bo'ladi. Havo ko'rganlarda o'zi tortadi, to'ldiradi. Mana shunaqa. Aka bo'lmasa, hozir siz orqani ko'taring, men ko'rsataman. Bosavering. O'zi baland, tagi ancha. Qarang mana. Ko'tarilishini qarang. Qarang qancha ko'tarildi. Bosavering oxirigacha. Ko'tarilyapti. Uzoqroqdan ko'rsatay, qanaqa ko'tarilib ketdi mashina mana. Oldi past, oldini ham alohida ko'tarib ko'rsataman. Bo'ldi. Qarang. Bir qarishdan baland, yaqin bir 35 sm ga ko'tarildi diska. 35 sm ko'tarildi, yonboshdan orqadan bitta ko'rsataydi. Bu yoqdan jamchalik ko'rinmayapti. Mana qarang. Qanaqa baland turibdi mashina. Juda ham baland. Endi oldini ko'taramiz. Aka, oldini ko'taring. Oldi ko'tarilyapti. Videoda juda unchalik ko'rinmayapti, lekin ancha balandlayapti. Uzoqroqdan ko'rsataman. Ko'taravering oldini. 1 tonna 200 dan ham baland bo'lib ketdi. Mana bu narsa o'sha havo kompressori, amortizator bo'ladi. Oldi ham anchagina ko'tarildi. O'zi deyarli yopishgan holatda bo'ladi, bilsanglar. Oldida ham bor bu. Orqasida ham bor. Endi hozir eng orqasiga o'tamanda buni qancha tushishini sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir shoshmay turing. Tushiring desam tushirasiz, orqasidan ko'rasizlar.
Qani tushiringchi. Pastlayapti. Oxirigacha tushdi. Mana shu holatida ham ancha baland. Mana shu holatida ham. Sakadiska. Keyin bortiga keladigan bo'lsak, bilsanglar, oddiy atsinkoylarda, korobkali yuklarda borib kelib, boshqa sirpanib ketadi. Alohida qoplama qilingan bunga. Plastik qovurg'ali qoplama yuklar sirpanib ketmasligi uchun. Bu ham bitta plyus hisobida deb o'ylayverasizlar. Mana shu holatda mashinamiz avtomat korobka, tiptronligi eng fullidan. Mana shunaqa funksiyasi bor mashinamizni. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizni narxi O'zbekistonga dastavkasi bilan 19 ming bilan yuklab yetkazib beramiz. CIP O'zbekiston kirib olishi. Rastamoshkasi 14.500 dan 15 ming atrofida chiqayotgan. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz. Lekin kiradigan bo'lsa ham O'zbekistonda bitta yagona bo'ladi, qoladi. With no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas. I sat up the whole night crying, cause daddy felt like